Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi tomonidan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda Kasbiy ta'lim agentligi hamkorligida maktabgacha, maktab va kasbiy ta'lim psixologlarining kasbiy rivojlantirish hamda metodik qo'llab-quvvatlash mavzusida seminar tashkil etildi. Ta'lim bu faqat dars va baholar emas, bu bolaning ruhiy holati, uning o'zini qanday his qilishi, atrof muhitga moslashuvi hamdir. Bugun mamlakatimizda aynan shu jihatga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi, Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda Kasbiy ta'lim agentligi hamkorligida tashkil etilgan navbatdagi seminar aynan shu mavzuga bag'ishlandi. Respublikaning barcha hududlarida onlayn va oflayn tarzlarda seminarlar tashkil qilindi va bu seminarlarda 850 nafar trenerlar korpuslari yaratildi. Maqsadimiz ta'lim tashkilotlarida sog'lom psixologik muhitni shakllantirish, zamonaviy diagnostik, profilaktik va korreksion usullarida amaliyotga joriy etish, ta'lim ishtirokchilarining shaxsiy, emotsional va kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va eng muhimi ta'lim tashkilotlarida psixologik xizmatni yangi bosqichlarga olib chiqishdan iborat bo'ladi. Tadbirda maktabgacha, maktab va kasbiy ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan psixologlarning kasbiy rivojlanishi, ularni metodik jihatdan qo'llab-quvvatlash hamda hududlarda yagona ish uslubini shakllantirish masalalari muhokama etildi. Bugungi kunda psixologlar zimmasiga yuklanayotgan mas'uliyat tobora ortib bormoqda, chunki ta'lim sifatini oshirishda nafaqat bilim, balki bolaning ruhiy barqarorligi ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bugungi kunda asosan addiktiv xulq-atvor shakllari kuzatilmoqda. Bu degani ya'ni qaramlik, misol u bo'lishi mumkin telefonga yoki raqamli bo'lishi mumkin yoki turli xildagi psixotrop moddalarga, umuman olganda turli xildagi xulq og'ish holatlari ham kuzatilmoqda. Bu esa psixologlardan yaxshi malaka, yetarli tajribalarni va kerakli bilimlarni talab etadi. Albatta, seminar davomida ushbu muammolar yoki bo'lmasam kelajakda uchrashi mumkin bo'lgan muammolar haqida fikr mulohazalar yuritilib, ularni oldindan bartaraf etishga qaratilgan turli xildagi tavsiya va fikr ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tiladi. Joriy yil boshidan buyon respublika bo'ylab ta'limda psixologik farovonlikni birga yaratamiz shiori ostida o'tkazilgan seminarlar muayyan natijalarni berdi. Eng muhimi, bu jarayon kaskad usulida tashkil etilmoqda, ya'ni tayyorlangan trenerlar hududlardagi boshqa mutaxassislarga bilim berish orqali tizimni keng qamrab olishmoqda. O'sha shahardagi 40 ga yaqin maktab psixologlari, bog'cha psixologlariga olgan bilimlarni hamda har bitta ota-onaga, shaxsan uy ta'limi, inklyuziv ta'limdagi faoliyat yuritayotgan pedagoglarga ham yetkaziladigan alohida bilimlar bor ekan. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Kelib, har bitta olgan bilimlarimizni har bitta pedagoglarga yetkazaman degan umiddaman. Ma'lumotlarga ko'ra, bugunga qadar 800 dan ortiq trener psixolog tayyorlangan va kelgusida 14 mingdan ziyod mutaxassislarni qamrab olish rejalashtirilgan. Sohiba Akromova, Murod Ahmedov, Aziz Yangizakov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.